Akalar $900 boshlang'ich to'lov bilan rosa kulgili sonlar, lekin haqiqat $900 boshlang'ich to'lov bilan mana shu Labo avtomobilini bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Divideniyega, soqqiga tayyor turgan avtomobil. Xullas 2022-yilda ishlab chiqarilgan 130 ming kilometr masofani bosib o'tgan tayyor bortlari bilan olasizlar, haydisizlar. 4 yumshoq yangi balon qo'yib qo'yilgan, gaz ballonlariga ustonovka qilib qo'yilgan. Mashinaning hech qanaqa ishlari yo'q mana 130 ming masofani bosib o'tgan. Hech qanaqa ishlari yo'q. Chexol, polik hamma narsalar tashab qo'yilgan. Najamlarni laminat ham qilib qo'yishgan ekan. Tayyor holatda turibdi. Mana. Labo qidirib yurganligi tashab qo'yasizlar, olib bemalol kuniga $100 dan ham mehnat qilib topsanglar bo'ladi akalar. Mana. Bortlari ham yangi turibdi hali. Unaqa ko'p ishlamagan, unaqa ko'p mehnat qilmagan bu avtomobil. Bemalol olib xarid qilaverasizlar. Xo'p, Toshkent shahardan keladigan bo'lsanglar $900 boshlang'ich to'lov berasizlar. 12 ta viloyatdan, masalan, boshqa viloyatlardan keladigan bo'lsanglar, akalar 1,5 ming $, 2 ming $, past nomer qoldirib qo'yaman, telefon qilsanglar, qo'yani yana savdolashib gaplashsanglar bo'ladi. Bundan tashqari, qo'lingizda ko'proq pul bo'ladigan bo'lsa, beradigan bo'lsanglar, tan narxidan minus qilib qo'yanni arenda sifatida, nasiya savdo sifatida urib berishadi. Bu degani jarima yo'q, peni yo'q, bemalol mana shu avtomobilni Xodi avto orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Past nomer qoldirib qo'yaman, telefon qilinglar. Gazini bosib olinglar akalar.